Assalomu alaykum. Barchangizga salom do'stlar. Va'da qilganimdek, men bu animeni ikkinchi qismini sizlar uchun chiqarib berdim. Va men bu animeni 3-qismini kutayotganlar uchun ham chiqarishim mumkin. Agar menga 100 ta obunachi va 30 ta like yig'ib bersangiz, men bu animeni albatta sizlar uchun 3-qismini chiqarib beraman. Unday bo'lsa, gapni cho'zib o'tirmasdan videoni boshladik. Baji esa uning ko'zlariga qaray olmay faqat ho'ngrab yig'lardi xolos. Shu paytda Kimichi o'tmishda Maki unga mendan 10 yosh katta akam bor edi. Lekin u vafot etgan deb aytgan gaplarini eslab qoladi. Demak, akasini aynan Kazutora o'ldirib qo'ygan ekanda. Hozirgi zamonga qaytamiz. Baji rasman Valgalla to'dasiga qabul qilinadi. Hanma esa Takimichiga qarab, "Borib Makiga ayt. Tez kunda katta jang bo'ladi" deb xabar berib yuboradi. Bechora Takimichi bu dahshatli ma'lumotlardan keyin tuni bo'yi mijja qoqmay chiqadi. Ertasi kuni ertalab ko'chada parishon xotir aylanib yurganida kimdir uni arg'imchoq oldiga chaqiradi. Qarasangiz bu kecha Baji tomonidan ayovsiz do'pposlangan yigit Chifuyo edi. Ikkalasi o'tirib dildan suhbatlashadi. Chifuyo kutilmaganda sirni ochadi. Baji meni Valgallaga kirish uchun ataylab urdi. Aslida u Toman to'dasiga xiyonat qilgani yo'q. U shunchaki ichkarida turib Kisakining sirlarini fosh qilmoqchi. Qoyil, Baji haqiqiy ayg'oqchi ekan-ku. O'sha kuni tushdan keyin Takimichi va Chifuyo Maki va Draken bilan birga Shinichironing qabrini ziyorat qilishga borishadi. Maki qabr boshida turib, Baji va Kazutorani o'sha mash'um o'g'irligi haqida gapirib beradi. Men Bajini kechira olaman, chunki u buni bilmay qilgan. Lekin Kazutorani uni hech qachon kechirmayman, deydi qat'iy ohangda. Ertasi kuni Chifuyo Takimichiga qarab, Baji Kisakini ichkaridan o'rganyapti. Men esa uni tashqaridan kuzataman. Takimichi, bu ishda menga yordam berasanmi? deb so'raydi. Qahramonimiz esa nima qilar ekan-a? Takimichi o'ziga shunday ishonch bilan, men albatta Toman to'dasining birinchi raqamli odami bo'laman. Va sen buni bir kuni tan olasan, deydi-da mag'rur qadam bilan ketib qoladi. Buni eshitgan Draken va Maki miyig'ida kulib, "Bu ahmoq do'stimiz ancha ulg'ayib qolibdi-ku" deb qo'yishadi. Keyin Takimichi va Chifuyo vaziyatni muhokama qilib, Mobiusning sobiq sardori Usanaidan ma'lumot olishga qaror qilishadi. Qarasangiz, u hozir oddiygina duradgor bo'lib ishlab yuribdi. Usanai aytishicha, bir kuni u ishdan ketayotganda Kisaki unga yaqinlashgan. Usanai janjallarda zo'r bo'lgani uchun Kisaki uni atigi 1 yil ichida Mobiusni sardoriga aylantirgan ekan. Lekin Drakenga qilingan suiqasddan keyin Usanai o'zini shunchaki Kisaki uchun qo'g'irchoq va zinapoya bo'lganini tushunib yetadi. Qanday ayyorliga? Kisaki Pachinni ataylab boshini ber ko'chaga kiritib, Tomanni jangga tortgan va hamma ayibni Usanaini bo'yniga ag'dargan ekan. Keyin esa o'zini farishtadek ko'rsatib, Pachinni qamoqxonadan olib chiqaman deb va'da bergan. Uning asl maqsadi Tomanda ikkinchi raqamli odam bo'lish edi. Shuning uchun ham Drakenni yo'q qilmoqchi bo'lgan. Usanai qo'rquvdan qaltirab, Kisaki juda xavfli maxluq. U o'z qo'llarini kirlatmasdan turib boshqalar orqali odamlarni o'ldira oladi. Men u bilan boshqa umuman aloqa qilishni xohlamayman, deydi. Yo'lda qaytishayotganda Chifuyo Takimichiga Valgalla nega boshsiz farishta deb atalishini tushuntiradi. Chunki ularning yashirin sardori aynan Kisaki edi. U hozir Tomanda bo'lgani uchun Valgallaning taxti bo'sh turgan ekan. Buni eshitgan Takimichi darhol hozirgi zamonga qaytib, qamoqxonadagi Drakendan Valgallaning asl sardori kim ekanligini so'raydi. Drakenning javobi esa uni shok holatiga tushiradi. Valgallaning sardori bu Maki. Nima? Ma'lum bo'lishicha, o'sha mash'um kunda Toman o'z tarixida birinchi marta mag'lubiyatga uchragan va Valgalla tomonidan yutib yuborilgan ekan. Natijada Maki Valgallaning sardoriga aylangan. Mag'lubiyatning asosiy sababi esa o'sha kuni Maki o'z qo'llari bilan Kazutorani o'ldirib qo'ygan ekan. Kisaki esa darhol boshqa bir odamni aybdor qilib ko'rsatib, Makini qamoqxonadan saqlab qolgan ekan. Lekin shu voqeadan keyin Maki butunlay yovuzlashib, botqoqqa botgan. Toman Valgalla bilan birlashib, Makining kuchi va Kisakining ayyorligi ostida dahshatli jinoiy sindikatga aylangan edi. Takimichi, "Yo'q, ishonmayman. Maki odam o'ldirmaydi" deb baqiradi. Shunda Draken og'ir xursinib, Kazutora uning akasini o'ldirgan dushman edi. Ustiga ustak o'sha kuni Kazutora Bajini ham o'ldirib qo'yadi. Shundan keyin Maki o'zini tuta olmadi. Bu gaplarni eshitgan Takimichining tepasidan qaynoq suv quyilgandek bo'ladi. Qamoqxonadan chiqqan Takimichi hamon Makining qotil bo'lishiga ishona olmasdi. O'tmishdagi quvnoq xotiralar uning ko'zidan bir-bir o'tardi.
Naoto'ning oldiga qaytgach, ular yangi va eng muhim missiyani belgilashadi. Bajining hayotini qutqarish. Va Takemichi yana o'tmishga sho'ng'iydi. Ko'zini ochsa, ro'parasi Hinaning eshigining oldida turibdi. Hina unga jilmayib chiroyli bir marjon sovg'a qiladi. Takemichi bu marjonni ko'rib yuragi jiz etdi. Axir bu o'sha Hinani dafn marosimida onasi unga bergan qadrli marjon edi-ku. Takemichining ko'zlariga yosh quyilib ketadi va u bu sovg'ani ko'z qorachig'idek asrashga o'ziga so'z beradi. O'sha kuni kechqurun qorong'u avtoturargohda Draken Kazutora bilan uchrashadi. Draken undan bu ma'nosiz urushni to'xtatishni, Toman bilan jang qilmaslikni so'raydi. Lekin Kazutoraning ko'zlarini nafrat ko'r qilib qo'ygan edi. U hamon qamalib ketganidan Maikini ayblar va men albatta Tomanni yer bilan yakson qilaman deb qasamyod qilardi. Ertasi kuni Chifuyu va Takemichi yana bir yo'lga tushadi. Valgala bilan bo'ladigan katta qonli jangga atigi bir kun qolgan edi. Chifuyu Bajini ko'prik ustida uchrashuvga chaqiradi. U Bajiga qarab, men hammasini tekshirdim. Kisaki juda xavfli odam ekan. Iltimos Tomanga qayt deb yolvoradi. Lekin Baji sovuqqonlik bilan men endi Valgala a'zosiman. Ertaga Tomanni podshohlab tashlayman deb javob beradi. Shu payt Takemichi oldinga chiqib, Baji bilan yakkama-yakka gaplashib olishni so'raydi. U Bajining ko'zlariga qarab, butun vujudi bilan titragancha, "Iltimos, ertangi jangda nima bo'lsa ham omon qol. Faqat o'lmasang bo'ldi" deb yolvoradi. Qaniydi Baji uni eshitsa. O'sha kuni kechqurun Takemichi Maiki bilan uchrashgani boradi. Ular Maiki va Baji yoshligida eng ko'p o'ynaydigan eski istirohat bog'ida edilar. Valgala bilan bo'ladigan katta jangdan oldin tunda butun Toman to'dasi bilan yig'ilish o'tkazadi. Dushmanlar qatorida o'zlarining do'sti Baji ham bor edi. "Men o'z do'stim bilan urushishni xohlamayman" deydi. Buni eshitgan butun to'daning og'zi ochilib, shok holatiga tushadi. Qanaqasiga axir? Lekin keyin Maiki o'rnidan dast turib, ko'zlarida olov bilan "Ertaga Valgalani yer bilan yakson qilamiz va Bajini qaytarib olib kelamiz" deb e'lon qiladi. Ertasi kuni tashlandiq avtomobillar qabristonida katta jang boshlanish arafasida edi. Takemichi atrofga qarab hayratda qoladi. Chunki bu dahshatli jangni tomosha qilish uchun butun shaharning eng ko'zga ko'rinar xavfli bezorlari yig'ilgan edi. Qani, tayyormisiz? Ikki to'da maydonga chiqadi. Hakam shartlarni tushuntirayotganda Draken oldinga chiqib, "Bizga Bajini qaytarib beringlar" deb talab qiladi. Buni eshitgan Kazutora qarab turarmidi? U shartda borib hakamning yuziga shunday musht tushiradiki, bechora hakam hushidan ketib qulaydi. Qoidasiz jang rasman boshlanadi. Ikki tomon xuddi och bo'rilardek bir-biriga tashlanadi. Hamma yoqda baqir-chaqir, qon va muslashuv. Bizning Takemichi esa olomon orasidan Bajini qidirib aylanib turganida, kutilmaganda bittasi kelib uning basharasiga shunday uradiki, qahramon gup etib yerga uchadi. Kazutora to'g'ri Maikiga tashlanmoqchi bo'lganida Draken uning yo'lini to'sib qo'yadi. Lekin shu paytda Hanma kelib, Drakenni tepib yuboradi va "Sening raqibing menman. Kazutora, sen Maiki bilan shug'ullan" deydi. Takemichi esa yana kaltak yeb uzoqqa uchib ketadi. Yaxshiyamki Mitsuya yetib kelib uni qutqarib qoladi. Bo'lmasa Takemichidan asar ham qolmasdi. Mitsuya Takemichining yoqasidan g'ijimlab ushlab, "Bu yerda nima qilib o'tiribsan? O'rningdan turib jang qil" deb baqiradi. Lekin bechora Takemichi qo'rquvdan qaltirardi. Shu payt uning orqasidan Chifuyu kelib, "Jang qilishdan hamma qo'rqadi do'stim. Eng asosiysi bu qo'rquvga qanday yuzlanishda" deb dalda beradi. Takemichining ko'z oldiga Hinaning kulib turgan yuzi keladi. "Men buni qutqarishim kerak" degan o'y unga shunday kuch beradiki, bizning yig'loqa qahramonimiz birdan jasoratga to'lib, dushmanlarga qarshi musht ko'taradi. Lekin vaziyat juda og'ir edi. Draken atrofga qarab Toman yutqazayotganini tushunadi. Axir 150 kishi 300 kishiga qarshi jang qilyapti. Ustiga ustak Valgala yigitlari yoshi katta va jismoniy baquvvat barzangilar edi. Toman yigitlari birin-ketin yerga qulab, umidsizlikka tushib qolishadi. Hamma taslim bo'lay deb turganida, kutilmaganda Takemichi Valgala olomoni o'rtasida telbalarcha qo'l oyog'ini silkitib, "Hammangni bitta-bitta podshohlab tashlayman" deb bo'kira boshladi. Tomanning eng zaif, urushni umuman bilmaydigan a'zosi shunday qahramonlik ko'rsatayotganini ko'rgan yigitlarning ham g'ururi uyg'onib ketadi. U shunday qilyaptimi? Biz nima qilib o'tiribmiz? deb hamma yana o'rnidan turib jangga otlanadi. Ha, aynan Takemichi butun to'daga yangi ruh va motivatsiya bag'ishlagan edi. Buni ko'rgan Draken xuddi zanjirdan bo'shalgan yirtqich maxluqqa aylanadi. U bir vaqtning o'zida 10 ta dushmanni havoga uchirib tashlaydi. Valgala yigitlari uni ko'rib qo'rqqanidan "Bu odam emas, haqiqiy maxluq-ku" deb orqaga tisarilishadi. Toman vitse-sardori o'zini haqiqiy kuchini ko'rsatgach, uning qarshisida faqat Hanma qoladi. Draken mag'rurlik bilan "Bu mayda-chudalarni do'pposlash men uchun shunchaki chigil yozish edi" deydi-da Hanmaga shunday zarba berdiki, u uzoqqa uchib tushadi.
Boshqa tomonda esa Mayki pachoqlangan mashinalar ustida Kazutorani quvib ketayotganida kutilmaganda ikkita yaramas unga pistirmadan hujum qiladi. Draken va Hanma o'rtasida dahshatli jang davom etmoqda. Bu paytda esa haligi ikkita nomard Maykiga yopishib oladi. Mayki qanchalik kuchli bo'lmasin, ikkiga bir jang qilish, ustiga ustak mashinalar ustida muvozanat saqlash juda qiyin edi. Dushmanlar iflos usulni qo'llab, Maykining qo'l-oyog'ini mahkam ushlab olishadi. Shu payt Kazutora qo'liga og'ir temir turba bilan Maykining boshiga bor kuchi bilan tushiradi. Maykining boshidan qon tiqrab ketadi va u yerga qulaydi. U endigina o'rnidan turganida haligi ikkitasi yana unga yopishib oladi. Kazutora esa temir bilan tinimsiz ura boshlaydi, lekin Maykining ko'z oldiga akasining o'limi keladi. "Sen akamni o'ldirgansan" degan o'y uning g'azabini vulqondek portlatadi. Mayki orqasidagi dushmanning yuziga boshi bilan shunday urdiki, u hushidan ketadi. Keyin esa bitta oyog'iga yana bir dushman osilib turganiga qaramay, Kazutoraning boshiga shunday aylanma zarba beradiki, qoyilmisiz bu kuchga? Bitta zarba bilan 3 kishini uxlatish. Bizning yengilmas Mayki shunchaki daho, lekin u holsizlanib yiqilganda bir to'da nomardlar unga yopishmoqchi bo'lishadi. Boshqalar o'z jangi bilan ovora. Shuning uchun Takemichi ularni to'xtatishga yuguradi, lekin uning kuchi qayerga ham yetardi. Bitta dushman Maykiga temir bilan tushirmoqchi bo'lganida, kutilmaganda Kisaki paydo bo'lib, haligi yaramasni bitta zarba bilan uchirib yuboradi. Shundan so'ng Kisakining odamlari Valgalaga qarshi hujumga o'tib, tuman a'zolarini ishonchini qozonadi. Lekin Takemichi niqob taqqan yigit aslida Kisakining odami ekanligini tushunib yetadi. Hammasi Kisakining o'yini edi. Ayni shu qizg'in pallada kutilmaganda Baji uchib kelib, qo'lidagi temir truba bilan Kisakining boshiga shunday tushiradiki, lekin Kisakining yugurdaklari uni darhol chetga uloqtirib tashlashadi. Shifuyu yugurib kelib Bajini to'xtatmoqchi bo'ladi, lekin Baji "Yo'limdan qoch" deb uni ham urib yuboradi. Buni ko'rgan Takemichi darhol Bajini quchoqlab olib, uni to'xtatishga urinadi. U atrofga alanglab Kazutorani qidirayotgan paytda dahshatli voqea yuz beradi. Kazutora orqadan kelib Bajining kuragiga pichoq bilan sanchib oladi. Takemichi shok holatida Kazutorani itarib yuboradi. Baji esa jilmayib, "Bu shunchaki tirnalish, hammasi joyda" deydi. Keyin Baji toman formasini kiygan Kisakining 50 ta odamiga qarshi chiqadi. Chuqur nafas olib, sochlarini turmaklaydi-da, qo'liga temir olib, bir kishi 50 kishiga qarshi jangga kirishadi. U xuddi quturgan yo'lbarsdek dushmanlarni bitta-bitta yer tishlatadi. Oxiri faqat Kisaki qoladi, lekin Baji tanasi o'z chegarasiga yetgan edi. U kutilmaganda tiz cho'kib yerga qulaydi. Shifuyu yugurib kelib qarasa, hamma yoq qonga belangan. Bu boyagi Kazutoraning pichog'idan qolgan jarohat izi edi. Ayyor Kisaki darhol vaziyatdan foydalanib, hamma ayetni Kazutoraning bo'yniga ag'daradi. Kazutora Bajini Valgalaga aldab chaqirib, keyin uni o'ldirdi deb baqiradi. Buni eshitgan Maykining ko'zlarida dahshatli g'azab olovi yonadi. U qora auraga burkanib, Kazutora axloq tuzatish koloniyasidan chiqqan kuniyoq uni o'ldirmoqchi edim deydi va sekin Kazutora tomon yura boshlaydi. Hanma o'zini qahramon ko'rsatib, Maykini to'xtatmoqchi bo'ladi, lekin Mayki uning boshiga shunday aylanma zarba beradiki, Hanma gup etib hushidan ketadi. Bitta zarba-ya, buni ko'rgan Valgala yigitlari yuragi yorlay deb tuntaraqay qochib qolishadi. Faqat Kazutora qoladi. Mayki esa unga yaqinlashib, ayovsiz musht tushira boshlaydi. Hozirgi holatdagi Maykining dahshatli kuchini hech kim, hatto butun armiya ham to'xtata olmasdi. U Kazutorani yerga yotqizib olib, uning yuziga bor kuchi bilan tinimsiz musht tushiradi. Shu payt Kazutoraning ko'z oldidan o'tmishi o'tadi. Hanma unga qo'ng'iroq qilib, Baji Valgalaga xiyonat qildi degan so'zini eslaydi. Eng yaqin do'stining xiyonatidan g'azablangan Kazutora alam ustida uni pichoqlagan edi. Lekin o'sha mototsikl o'g'irlash voqeasida Baji uni qanday himoya qilgani, qanday uni yupatgani esiga tushadi. Shundagina Kazutora o'z hayotidagi eng qadrli insonini o'z qo'llari bilan yo'q qilganini anglab yetadi. Kutilmaganda Baji o'rnidan turadi. U bor ovozi bilan "Mayki!" deb baqiradi va qon yo'qotayotganiga qaramay, gandiraklab uning oldiga keladi. U Kazutoraga qarab, "Xavotir olma do'stim, meni sen o'ldirganing yo'q, shuning uchun o'zingni ayblama" deydi Baji jilmayib. Keyin esa cho'ntagidan pichoq chiqarib o'zining qorniga sanchib oladi. Hamma shokda. Baji yerga yiqilar ekan, Takemichini yoniga chaqiradi. U so'nggi nafasida "Tumanning 6 ta asoschisi, mening eng qadrli xazinam Kisaki tomonidan egallab olinishiga yo'l qo'ymasdim. Shuning uchun shu ishlarni qildim" deydi. U butun umidini va tumanning kelajagini Takemichiga ishonib topshiradi va nihoyat Baji ko'zlarini mangu yumadi. Tarix o'zgarmadi. Baji baribir vafot etdi. Buni ko'rgan Maykining g'azabi qaynaydi va u yana Kazutorani telbalarcha do'pposlashga tushadi. Takemichi ko'z yoshlari bilan yig'lab Maykini to'xtatishga urinadi. Lekin g'azabga mingan Mayki Takemichini ham ayovsiz do'pposlab tashlaydi. Dahshatli yakun.
Takemichi o'rnidan turib yig'lagancha baqiradi. Baji o'z jonini Kazutoraning gunohlarini yuvish uchun fido qildi. Iltimos, endi urushmanglar. Buni eshitgan Mayki birdan to'xtab o'ziga keladi. Takemichining qo'lidagi o'sha eski tumorni ko'rib, Maykining ko'z oldidan bolaligidagi o'sha shirin xotiralari o'ta boshlaydi. O'sha paytlari Kazutora va qolganlar o'zining zo'r velosipedlarini maqtanib yurishardi. Lekin bizning dangasa Mayki faqat mudrab uxlashni o'ylardi. Oxiri bechora Baji uni orqasiga ko'tarib, ibodatxonaga olib borishga majbur bo'lganda. Tasavvur qilyapsizmi? O'sha paytda To'man to'dasi hali yo'q edi. Lekin boshqa bir dahshatli to'da hammaga zulm o'tkazib kelardi. Shunda yigitlar, kelinglar o'z to'damizni tuzib, ularning adabini beramiz, deb qaror qilishgan ekan. Qanday ajoyib tarix, ha do'stlar. Shunday qilib Mayki to'daga Tokyo Manji, qisqacha qilib To'man deb nom beradi. Keyin hammalari cho'ntaklarini kovlab pul yig'ishadi. Lekin pullari faqatgina bitta omad tumoriga yetadi xolos. Ular bu tumorni saqlash uchun Bajiga ishonib topshirishadi. Baji esa uni shu kungacha to so'nggi nafasigacha yuragiga yaqin tutib asragan ekan. Buni eshitgan nafaqat Mayki, balki butun to'da ho'ngrab yig'lab yuboradi. Shu payt uzoqdan politsiya sirenalari eshitilib qoladi. Hamma qochishga tushadi, lekin Kazutora joyida jilmayib, "Men Bajining yonida qolaman va qilmishlarim uchun qonun oldida javob beraman", deydi. Keyin esa Maykining oldida tiz cho'kib, Shinichiro va Baji uchun chin dildan ko'z yoshlari bilan uzr so'raydi. O'sha qonli kunda To'man va Valgala o'rtasidagi dahshatli jang To'manning g'alabasi bilan yakunlanadi. Oradan roppa-rosa 2 hafta o'tdi. Chifuyu Bajining qabriga uning eng sevimli taomi yakisoba ugrasini olib keladi. Qabr boshida o'tirar ekan, Chifuyu o'zining 12 yoshli paytlarini eslaydi. O'shanda u maktabning eng zo'r bezorisi edi. Tasavvur qiling, endilikda 7-sinf bo'lsa ham yo'liga chiqqanini do'pposlab ketardi. Sochlari ham sarg'ish, xuddi ko'cha bezorlarnikidek turmaklangan edi. Bir kuni u bitta katta yoshli bola sinfda qolib ketibdi degan xabarni eshitadi. Chifuyu o'zicha, bu aniq dars qilmaydigan, faqat urishadigan bezori yovoyi bola bo'lsa kerak. Uni yakkama-yakka jangga chaqirgani boradi. Lekin u sinfga kirsa, ne ko'z bilan ko'rsinki, haligi yovoyi bezori ko'zoynak taqib olgan, sochlari silliq taralgan, xuddi a'lochi yuvosh bolaga o'xshab o'tirardi. Buni ko'rgan Chifuyu hafsalasi pir bo'lib, orqasiga qaytib ketadi. Darslar tugagach, haligi 2 egachi bola hamon kitobdan boshini ko'tarmay o'tirardi. Chifuyu uning yoniga kelib, xatolarini to'g'rilashga yordam bera boshlaydi. Bu bola aslida Baji edi. Tashqaridan g'alati ko'rinsa ham, Baji onasini juda qattiq yaxshi ko'rardi. Agar yana sinfda qolib ketsam, onam yig'layverib uyni suv bosadi-ku, deb qo'rqardi bechora. O'sha kuni maktabdan qaytayotganda, Chifuyu ertalab do'pposlagan bolalarning katta akalari bir to'da barzangilarga duch keladi. Chifuyu qanchalik kuchli bo'lmasin, bir o'zi shuncha odamga bas kela olmasdi va rossa kaltak yeydi. Hamma umid uzilgan paytda kutilmaganda Baji paydo bo'ladi. U bittagina dahshatli zarba bilan ularning eng katta sardorini qulatadi. Keyin esa ko'zoynakini yechib, sochlarini yoyib yuboradi-da, "Men To'man to'dasining birinchi bo'linma sardori Baji Keisukeman. Qani hammang birga kel", deb bo'kiradi. Voy, bu qanchalik epik sahna. Baji bir o'zi butun to'dani patchoqlab tashlaganini ko'rgan Chifuyu shokda edi. O'sha kundan boshlab u Bajini o'zining yagona kumiriga aylantiradi va butun umr unga sadoqat bilan xizmat qilishga qasamyod qiladi. Qabr boshida u shunday xotiralarni eslab, Chifuyu ko'z yoshlarini tiya olmaydi. Shu payt Mayki ham o'zining eng yaqin do'stini ziyorat qilgani keladi. Boshqa tomonda esa Takemichi va Draken qamoqxonada Kazutorani ko'rgani borishadi. Draken Kazutoraning ko'zlaridagi umidsizlikni ko'rib, uning o'z joniga qasd qilmoqchi ekanligini darrov tushunadi. Shuning uchun Draken qat'iy ohangda, "O'lishni xayolingga ham keltirma. Senga Maykining xabarini olib keldim. U seni kechirdi", deydi. Bu so'zlarni eshitgan Kazutoraning yuragi titrab ketadi va ko'zlaridan duv-duv yosh oqib tushadi. Do'stlik esa baribir g'alaba qozonadi. Qamoqxonadan chiqqach, Draken Takemichiga, "Mayki keyingi yig'ilishda qatnashishingni qat'iy tayinladi. Kelmasang bo'lmaydi", deydi. Buni eshitib Takemichining yuragi orqaga tortib ketadi. O'sha kuni Takemichi Drakenning taklifi bilan shahar markazidagi qimmatbaho binolar oldiga keladi. U hashamatli joyni ko'rib, Draken shunday zo'r joylarda yasharkanda, bu bola boyvachcha ekan-ku, deb o'ylaydi. Lekin sodda qahramonimiz bu joy aslida g'alati joy ekanligini bilmaydi. Draken Takemichiga ota-onasi yo'qligini va shu yerda katta bo'lganini aytib beradi. Takemichi endi ikkita sardor bitta qizni deb qirg'in-barot qiladi deb qo'rqib, ularni poylashga tushadi. Unga Hina va Naoto ham qo'shiladi. Hina Emmaning bu ishidan qattiq g'azabda edi. "Sevdingmi, sadoqatli bo'l. Xiyonat qilishga nima haqqing bor?" deb pishqiradi. Ular bu oshiq-ma'shuqlarni muzqaymoq do'konigacha kuzatib borishadi. Emma Mayki bilan xuddi sevishganlardek juda yaqin edi. Shu payt ko'chadan Yamagichi o'tib qoladi. Va Takemichi unga ham Emmaning xiyonati haqida g'iybat qilib beradi. Hamma narsa aniq bo'lgach, Hina jahl bilan Emmaning adabini berishga
harakatlanadi. Lekin xuddi shu payt uzoqdan Draken ham qoshlarini chimirib, jiddiy qiyofada kelayotgan edi. Buni ko'rgan Takemichining qo'rquvidan yuragi tovoniga tushib ketadi. Takemichi Mayki va Draken bitta qizni deb bir-birini o'ldiradi deb vahimaga tushib, ularni to'xtatmoqchi bo'ladi. Lekin kutilmaganda burilish. Ma'lum bo'lishicha, Mayki Emmaning o'z akasi ekan. Ha, ular bitta otadan bo'lgan aka-singillar ekan. Qoyilmisiz? Hamma shubhalar tumandek tarqab, bizning josuslarimiz chuqur nafas olishadi. Keyin esa Draken kutilmaganda Emmaga chiroyli ayiqcha sovg'a qiladi. Axir bugun Emmaning tug'ilgan kuni edi-da. Qiz xursandligidan osmonga uchay deydi. Takemichi Hinani uyga kuzatib qo'ygach, Mitsuya Takemichiga qo'ng'iroq qilib, ertasi kuni ertalab maktab darvozasi oldida uchrashishini tayinlaydi. Ertalab Paxin uni kutib olib, Mitsuyaning oldiga olib boradi. Qarasangiz Mitsuya Takemichiga maxsus toman formasini tikish uchun uning o'lchamlarini olayotgan ekan. Volgala bilan bo'lgan dahshatli jangdan keyin Mitsuya Takemichini tomanning ajralmas bir qismi deb hisoblab, unga o'z qo'llari bilan forma tikib bermoqchi bo'libdi. O'sha kuni kechqurun to'man to'dasining juda muhim yig'ilishi bo'lib o'tadi. Takemichi yangi formada shunday viqor bilan kirib keladiki, hammaning ko'zi unda. Yuqorida esa Mayki, Hanma va Chifuyu turar edi. Kutilmaganda Hanma oldinga chiqib, Volgala mag'lubiyatidan so'ng to'man bilan birlashishni e'lon qiladi. Endi to'man a'zolarining soni naq 450 kishiga yetadi. Eng yomoni bu kelishuvni amalga oshirgan vositachi bu o'sha yaramas Kisaki edi. Hammasi yana o'sha Takemichi bilan qop-qora ssenariy bo'yicha ketyapti. Toman va Volgala birlashgach, Mayki birinchi bo'linma sardorligi uchun Chifuyuni tanlaydi. Axir bu marhum Bajining o'rnida edi-da, lekin Chifuyu kutilmaganda bu lavozimni Takemichiga topshiradi. Qahramonimiz qo'rquvdan qaltirab qoladi, lekin kelajakdagi fojialarni eslab, orqaga chekinishga haqqi yo'qligini tushunadi. U osmonga qarab, bor ovozi bilan "Meni qo'llab-quvvatlanglar!" deb baqiradi. Ko'z yoshlari va shilimshiqlari aralashib ketganini aytmasa ham bo'ladi. Shundan so'ng u hozirgi zamonga qaytadi. Ko'zini ochsa, u endi qandaydir DVD do'kondagi oddiy sotuvchi emas, balki usti-boshi qimmatbaho brendlarga to'la, hatto shaxsiy haydovchisi bor boyvachchaga aylanib qolibdi. Qoyilmisiz? Bir to'da qora kostyumli mafiyalar unga 90 gradusda egilib ta'zim qilishadi. Qarasangiz, bu bezorlar uning o'rta maktabdagi o'sha eski do'stlari ekan. Ular hashamatli mehmonxonaga kirishadi. Chifuyaning aytishicha, hozirgi Tokyo Manji to'dasini eng yuqori darajada ma'murlar boshqarar ekan va Takemichi ulardan biri edi. Voy, bu qanday dahshat-a yigitlar. Keyin esa ular boshqa ma'murlar bilan bo'ladigan o'ta maxfiy majlisga kirishadi. U yerda to'manning eski a'zolari ham bor edi. Lekin eng oxirgi bo'lib kirib kelgan odamni ko'rgan Takemichining tepasidan qaynoq suv quyilgandek bo'ladi. Bu Hanma edi. Hanma stol atrofidagi yig'ilish bilan xuddi ashaddiy dushmanlardek bir-birini g'ajib tashlagandek tortishuv boshlanib ketadi. Va nihoyat eng asosiy yovuz qahramonimiz Kisaki Tetta kirib keladi. U to'g'ri Takemichi va Chifuyuning oldiga kelib, alohida gaplashib olishni so'raydi. Kisakining xonasiga kirishgach, u kutilmaganda Baji o'limiga sabab bo'lgan o'sha qonli urushni o'zi uyushtirganini tan oladi. Keyin esa ularning oldida chuqur ta'zim qilib, kechirim so'raydi. Ular Kisakining uzurini qabul qilib, qadah urushtirishadi. Lekin ichimlikni ichib bo'lishlari bilan Kisakining yuzi iblisdek o'zgaradi. U Kazutorani Bajini o'ldirishiga aynan o'zi majbur qilganini aytib, ustilaridan kuladi. Takemichining ko'z oldi qorong'ulashib, boshi aylanib ketadi. Hushiga kelganda esa o'zini va Chifuyuni stolga bog'lagan va qonga belangan holda ko'radi. Yaramas Kisaki ularning ichimligiga uyqu dori qo'shib qo'ygan ekan. Kisaki hech ikkilanmay to'pponchasini chiqaradi va Takemichining oyog'iga o'q uzadi. Keyin esa qurolini Chifuyuning boshiga tiraydi. O'lim yoqasida turgan Chifuyu jilmayib, Takemichiga Bajining irodasini davom ettirishini va to'man to'dasini unga ishonib topshirishini aytadi. Va Kisaki shafqatsizlarcha tepkini bosadi, Chifuyu halok bo'ladi do'stlar. Agar shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga katta motivatsiya beradi. Xullas, Kisaki endi qurolni Takemichining boshiga qaratib, "Alvido, mening qahramonim" deydi. Takemichi oyog'idagi og'riqdan dodlarda. Kisaki esa uni rostdan ham o'ldirmoqchi edi. U tepkini bosmoqchi bo'lganida birdan ekran qop-qora bo'lib qoladi. Takemichi ko'zlarini ochganda esa kimdir oyoqlari ostida yotganini ko'radi. Uni o'limdan qutqarib qolgan inson esa Kazutora edi. Oradan naq 12 yil o'tgan, u qamoqxonadan chiqqan edi. Takemichi hali salom deb ulgurmasidan, Kazutora uning yuziga ketma-ket bor kuchi bilan musht tushira boshlaydi. Nega deysizmi? Kazutora g'azab bilan "Qachondan beri to'manning jasur yigitlari qiz bolalarni do'pposlaydigan bo'lib qoldi" deb baqiradi. Aslida Kazutora bu yerga Takemichi uchun emas, Chifuyu uchun kelgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Kazutora qamoqdan chiqqanida uni aynan Chifuyu kutib olgan ekan. Yo'lda Chifuyu unga hozirgi to'man qanday qilib axloqsiz va shafqatsiz jinoyatchilar to'dasiga aylanib ketganini aytib bergan. Chifuyu to'manni eski toza holatiga qaytarmoqchi edi, lekin u afsuski endi oramizda yo'q. Draken yagona umid edi, lekin u hozir o'lim jazosini kutyapti. Mayki esa qayergadir g'oyib bo'lgan. Hech kim uni topolmaydi. Xo'sh, to'man to'dasiga endi nima bo'ladi?
Takemichi Tomanning bunday rasvo holatga kelishiga qarab tura olmasdi. Endi u Kazutora bilan ikkisi Tomanni qaytarib olishga qaror qilishadi. Mashinada ketayotganda Takemichi nega Toman bu ahvolga tushdi deb so'raydi. Ma'lum bo'lishicha hammasiga Maykining o'zgarib ketgani sabab ekan. Kecha Takemichi bog'lab qo'yilgan paytda Paxchin va Paxin nargi dunyoga ravona qilingan ekan. Katta ehtimol bilan Mayki hech kimga ishonmay qo'ygani uchun Tomanning eski a'zolarini bitta-bitta tozalayotgan edi. Kisaki esa uning shunchaki buyruqlarini bajaryapti xolos. Ha do'stlar, Mayki rostdan ham yovuzlik botqog'iga botibdi. Kazutora unga qora ajdaho, ya'ni Black Dragon to'dasining iflos pullari va zo'ravonliklaridan uzoqroq yurishini maslahat beradi. Endi ular birgalikda Mayki va Tomanni qutqarishlari kerak edi. Yo'lda Kazutora qora ajdaho haqida ko'proq gapirib beradi. Aynan ularning tog'dek ulkan iflos pullari Maykini zaharlagan ekan. Shuningdek, Chifuyu Kisakining sirlarini kavlayvergani uchun halok bo'lgani ma'lum bo'ladi. Eng qizig'i, Chifuyu politsiyachi Naoto bilan yashirincha aloqada bo'lgan ekan. Bu kelajakda ham Hina baribir vafot etgan. Bu esa Takemichining Kisakiga bo'lgan nafratini ming chandon oshiradi. Takemichini Naoto bilan uchrashishga olib borishadi, lekin u endigina dildan suhbatlashmoqchi bo'lib turganida shartda qo'liga kishan tashlashadi. Nima emish, u qotillikda ayblanib hibsga olinibdi. Politsiya bo'limiga borgach, Takemichi o'zining kelajakdagi qiyofasi qanchalik yovuz maxluqqa aylanganini ko'rib shok holatiga tushadi. Takemichi o'tmishni o'zgartirgani sari hozirgi zamon ham shunga mos ravishda o'zgarib ketgan edi. U hozir Tomanning eng katta ma'murlaridan biri edi. Eng dahshatlisi nima bilasizmi? Kisakining nayrangiga uchib, Akun va Hinatani o'ldirishga aynan Takemichining o'zi buyruq bergan ekan. Shifuyu esa Takemichini himoya qilish uchun bu video dalillarni yashirincha politsiyaga jo'natgan ekan. O'z qo'llari bilan sevikli Hinasini o'ldirganini bilgan Takemichi ruhan butunlay sinadi. Shuncha marta o'tmishga qaytib kelajakni o'zgartirishga urindi, lekin oqibat avvalgisidan ham battar bo'ldi. U hamma narsadan voz kechmoqchi bo'ladi. Lekin Naotoning motivatsiya nutqidan keyin u yana bir bor o'tmishga qaytishga qaror qiladi. Bu safar Takemichi va Kisaki o'rtasidagi voqealar hamma narsani hal qiluvchi asosiy kalit bo'ladi. Qani ketdik. O'tmishga qaytgan qahramonimiz qayerda deysizmi? U Hinata bilan bowling o'ynab yuribdi. O'zining sevgilisini yana bir bor tirik ko'rgan Takemichining ko'zlaridan duv-duv yosh oqadi. Qiziq, ko'p yig'lasa ko'r bo'lib qoladi degan qo'yda Takemichiga ta'sir qilarmikan-a? Navbat Takemichiga kelganida u Hinataga o'zini qanchalik zo'rligini ko'rsatib, strayk urmoqchi bo'ladi. Lekin uning yonidagi yo'lakda bir yigit shunday strayk uradiki, ta'riflashga til ojiz. Uning turqiga qarab oddiy bola emasligini darrov sezish mumkin. Qarasangiz bu yigit ham Takemichini taniydigan bo'lib chiqadi. U Toman 2-bo'linmasi vitse-sardori Hakai Shiba edi. Yonidagi qiz, ya'ni Yuzuha uni uyga ketishga undaydi. Lekin Hakai hali o'ynab humorimdan chiqmadim deb rad etadi. Shu payt Takemichining xotirasida chaqmoq chaqnaydi. Axir Hakai kelajakda qora ajdarho to'dasining a'zosi bo'lib ketadi-ku. Takemichi o'ylab qoladi. Nega endi kelajakdagi qora ajdarho a'zosi hozir Tomanning vitse-sardori bo'lib yuribdi? Axir Kazutoraning aytishicha, u kelajakda qora ajdarhoning 11-avlod sardori bo'ladi-ku. Nima bo'lganda ham Takemichi yigit kishi emasmi? O'zining sevgan qizi boshqa bo'ydor va kelishgan yigitga qoyil qolayotganini ko'rib, rashkdan yonib ketadi. Hakai bowlingda ham daho ekan. U Hinataga o'zini ko'rsatish uchun ketma-ket strayklar urib tashlaydi. Bu paytda esa qizlar ovqat ustida tezda til topishib dugona bo'lib qolishadi. Hakai eng og'ir sharni bemalol ko'tarib olayotganini ko'rgan Takemichi o'zini haqiqiy professionalga duch kelganini tushunadi. Va albatta qahramonimiz sharni otaman deb o'zi ham qo'shilib uchib ketay deydi. Bowlingda sharmanda bo'lgani yetmagandek, urushni eplolmaydigan Takemichi Hakaini mush zarbasini o'lchaydigan apparatda kuch sinashishga chaqiradi. Xullas, butun o'yin markazini aylanib chiqib, qaysi o'yinda o'ynamasin, hamma yoqda yutqazib sharmandasi chiqadi. Hina bu zerikarli o'yinlarda charchagan bo'lsa kerak deb o'ylasangiz, adashasiz. Ular qanday ulgurishni bilmadim, lekin yigitlar qalin do'st tutinib, qizlar esa xuddi opa-singillardek bo'lib olishadi. Qiziq tomoni, Hakai Takemichidan ancha kuchli bo'lsa ham, nega u shunchaki vitse-sardor? Ma'lum bo'lishicha, Hakai erkinlikni yaxshi ko'radi. Sardor bo'lish esa ortiqcha bosh og'riq emish. Eng qizig'i, agar biror qiz u bilan gaplashmoqchi bo'lsa, Hakai hayajondan qotib qolar ekan. Yana bir syurpriz, Takemichi va Hakai tengdosh ekan. Ular Mitsuya haqida gaplashayotganda, Hakai uni xuddi o'zining katta akasidek ko'rishini, lekin ba'zida juda ko'p gapirishini aytadi. Shu gapni aytishi bilan opasi Yuzuha uning boshiga shunday tushiradiki, hayron qolasiz. Takemichi o'ylab qoladi. Kelajakda Mitsuyani yomon tomonga o'zgarishiga nahotki shu Hakai sababchi bo'lsa? Axir hozirgi quvnoq va sodda Hakai bilan kelajakdagi shafqatsiz Hakai o'rtasida osmon bilan yerchalik farq bor-ku.
Demak, qandaydir dahshatli voqea yuz bergan bo'lishi aniq. Ular Hakaining uyi tomon ketayotganda, kutilmaganda yo'llarini qora ajdarho to'dasi to'sib chiqadi. To'dadagi bir yigit Hakaini tanib qoladi. U to'man to'dasining a'zosi qora ajdarho hududiga kirib kelganidan shunday g'azabda ediki, Takemichi uchun yana qora kunlar boshlanayotgani aniq edi. Bu bezorilar darhol Takemichini o'rab olishadi. Keling ularni tanishtirib o'taman. Mana bunisi Hajime Kokonoi, ya'ni Koko. Qora ajdarho 11-avlodining qo'riqchilar sardori. Nargisa esa Seishu Inui, ya'ni Inopi, maxsus hujum bo'linmasi sardori. Hakai darhol Takemichini himoya qilib oldinga chiqadi. Lekin bu yovvoyi bezorilarni to'xtatishni xayoliga ham keltirmasdi. Bitta yugurdak Hakaining oldida o'zini ko'rsatmoqchi bo'lib sakragan edi. Bitta zarba bilan yer tishlaydi. Eng dahshatlisi nima bilasizmi? Qora ajdarho to'dasining sardori bu Hakai va Yuzuhaning o'z akasi Taiju Shiba ekan. Inopi Hakaini o'z akasi Taiju haqida hurmatsizlik bilan gapirgani uchun qo'rqitmoqchi bo'ladi. Buni ko'rgan Yuzuha qarab turarmidi? Ukasiga tahdid qilgani uchun Inopining yuziga shunday aylanma zarba beradiki, qoyil qolasiz. Yuzuhaning bu zarbasi Inopini butunlay quturtirib yuboradi. U g'azabdan yonib, "Hammasini adabini bering, hatto qizlarni ham ayamanglar", deb buyruq beradi. Takemichi endi Hinani qanday himoya qiladi? Uni bu xavfli joydan tezroq olib ketish kerak. Takemichi Hinani ushlab qochmoqchi bo'lganida, kutilmaganda qayerdandir ulkan maxluq paydo bo'lib, bu devdek odam qora ajdarho 10-avlodining afsonaviy sardori Taiju Shibaning xuddi o'zi edi. Takemichi nafas ola olmay qolgan bo'lsa ham Hinaga tezroq qoch deb baqiradi. Hatto kuchli Hakai ham akasini oldida qo'rquvdan qaltirab turardi. Taiju Takemichini yoqasidan ko'tarib olib, yana bitta dahshatli musht tushiradi. U Takemichining tuman to'dasi sardori ekanligini eshitgach, zarbalarni yanada kuchaytiradi. Taiju ukasi Hakaiga qarab, "Bu bolani o'z qo'llaring bilan yo'q qil", deb buyruq beradi. Hakai do'stini urishni xohlamasa ham, akasining dahshatli bosimi ostida nima qilishni bilmay qoladi. U Takemichini himoya qilib gapirmoqchi bo'ladi, lekin Taiju "Do'stlardan ko'ra qon qarindoshlik muhimroq", deb baqiradi. Yuzuha akasini to'xtatmoqchi bo'lib oldinga chiqadi, lekin shafqatsiz Taiju o'z singlisini yuziga shunday uradiki, qiz bechora yerga qulaydi. U Yuzuhani ukasini to'g'ri tarbiyalamaganlikda ayblaydi. Takemichi qonga belanib zo'rg'a turgan bo'lsa ham, Yuzuhani himoya qilish uchun o'rnidan turadi va yana bitta musht yeydi. Mantiqqani Takemichi, undan 10 sening aql zakovatingga. Bunga chiday olmay Hina yugurib kelib, ularni ajratmoqchi bo'ladi. "Hoy qiz, u seni ham uradi-ku, jinnimisan?" Yaxshiyamki Takemichi o'zi oldinga o'tib, Hinani himoya qilib qoladi. Bo'lmasa qiz bechora pachoq bo'lardi-ya. Shunda Hakai akasini to'xtatish uchun oldinga chiqadi. Shafqatsiz Taiju esa unga shart qo'yadi. "Tumandan ketasan. Bo'lmasa bu do'stingni shu yerni o'zida narigi dunyoga jo'nataman." Bechora Hakai hushsiz yotgan Takemichini qutqarish uchun qora ajdarho to'dasiga o'tishga rozi bo'ladi. Takemichi ko'zini ochsa, Hakai uni uyiga olib ketyapti. Takemichi o'zining dardi uchun emas, Hakai u uchun tumandan ketishga majbur bo'lganidan siqilib, undan uzr so'raydi. Va birdan Takemichining miyasini chaqmoq uradi. Axir aynan shu voqea Hakaining qora ajdarhoga rasman qo'shilishiga sabab bo'lgan-ku. Kelajakda esa Hakai o'z akasi Taijuni o'ldirib, to'dani egallab oladi. "Yo'q, men buni to'xtatishim kerak. Agar Hakaini to'xtatmasam, kelajak yana o'sha qora ssenariy bo'yicha ketadi", deb o'ziga so'z beradi qahramonimiz. Takemichi o'zicha qahramon bo'lib, "Hech kimga suyanmayman. Qora ajdarho bilan bir o'zim jang qilaman", deb g'ururlanardi. "Hoy ahmoq, bir o'zing nima qila olarding? Taijuga yuzingni tutib berib yana kaltak yeysan-da." U o'z xonasida shunday to'ng'illab o'tirganda, qarasangiz uning orqasida do'stlari maza qilib karta o'ynab o'tirishibdi. Ular Takemichini ko'rgani kelishgan ekan. Eng qizig'i uning bu eski do'stlari ham tuman a'zolariga aylanishibdi. Ularning orasida Chifuyu ham bor edi. Hamma yig'ilib qora ajdarhoga qarshi qanday kurashishni muhokama qila boshlaydi. Ma'lum bo'lishicha, bu to'daning laqabi Qotillar armiyasi ekan. Ular Kanto hududida eng xavfli bezorilar bo'lib, ayniqsa Taiju boshqarayotgan 10-avlod eng qonxo'r va shafqatsiz hisoblanar ekan. Aslida tuman va qora ajdarho o'rtasida azaldan juda chigal va qalin tarixiy bog'liqlik bor edi. Chifuyu tarixni eslab, tumanning tashkil topishiga aynan qora ajdarho sababchi bo'lganini aytib beradi. Eslaysizmi yigitlar? Kazutorani qora ajdarhoning 9-avlodidan qutqarish uchun tumanga asos solishgan edi. O'shanda qora ajdarho tarqalib ketgan bo'lsa-da, Taiju uni qayta tiklab, xuddi haqiqiy harbiy armiyadek shafqatsiz qilib tarbiyalagan ekan. Shuning uchun agar tuman ular bilan urushsa, oqibati juda yomon bo'lishi aniq edi. Lekin bizning o'jar Takemichi, "Yo'q, men tumanni bu ishga aralashtirmayman. Hammasini bir o'zim hal qilaman",
Buni eshitgan Chifuyu jilmayib, Takemichini bir joyga olib bormoqchi bo'ladi. Takemichi o'zicha, hozir Chifuyu meni bu xavfli ishdan qutqarmoqchi bo'ladi, deb o'ylab, meni to'xtatishga urinma. Lekin Chifuyu uni to'xtatarmidi? Yo'q, albatta. U doim Takemichini qo'llab-quvvatlashni aytadi. Sen doim kaltak yeyishdan rohatlanasan-ku, to'g'rimi? Yo'q, adashdim, shunchaki o'z ishingni qil, deb hazillashadi. U yana agar sen shunday tushkunlikka tushib yursang, marhum Baji ham osmondan qarab xafa bo'lardi, deydi. Bu so'zlardan keyin Takemichi o'zining yolg'iz emasligini, yonida shunday ajoyib do'sti borligini his qiladi va u eng katta sirni ochishga qaror qiladi. Chifuyu, men aslida kelajakdan kelgan vaqt sayohatchisiman, deydi. Boshida Chifuyu, "Obbo, bu bechora shuncha kaltak yeyverib miyasi aylanib qolibdi-ku", deb o'ylaydi.